issiq ham gangratib qo'yyapti-yu. Qizlarim? Assalomu alaykum otajon. Ha, baka. Tenglarchi, mana tarozdonglarchi. Bugun uyda ayollarning yo'qligini bilintirmasdan qo'llarimni o'ynatib, oshxonaga kirib ovqat qilib keldi. Qani ket. Yo'q, otajon, o'zimiz qilamiz. O'zlaring qilsalaring tarbiyani zo'r beribman, qaqa beribman. Bo'lmasa ketdim, kattaykdan tuxum olib kelaman. Tuxumlar olib bo'lingan otajon. Ha, uni ham olganmisizlar? Ha, bo'ldi. Maqsamgina. Qonim qaynab ketyapti. Ketdim, sigirlarni sog'ib kelaman. Yo'q, sigirlarni sog'ib qo'yganman otajon. Ha, yo'q-a? Ona qizlarim. Bo'lmasa men bir kasaldan xabar olayinchi, xo'pmi? Ishlarni qilinglar. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Vallahi ketdik. Tezroq bo'l. Onasini emsin, bitta kompot olib chiqib ichaman. Kompot shihar bola bo'lgan. Endi boja bo'lar ekanmiz-da, ya. Boja-bojani ko'rganda nima qiladi? Endi yeri qiladi. Nima qilamsizlar biron tomorqasida? Qizlarimni boshini bitta aylantirishgan, big'illataman. Ko'rdingmi? Qaynatamga gelik beraman, jonimni beraman deb yuruvding. Mana ahvol. O'zing boshlamading, villan beraman, uyim beraman deb. Bo'pti. Xullas, men ham qaynata tanlash adashimman. Daraxt bir tepsiz. Qo'ying. Ash daraxt tepmay turing. Qizlarim, qani dasturxon qilib choy damlab yuboringlarchi. Kuyovlarim kelib qopti-yu. Ota kuyovlarim, qani? Pechanangizdan bitta o'pib qo'yaman, kuyov bola, kel.